Assalomu alaykum. Siz zamonaviy Laretto LRF 416 BL muzlatgichini xarid qilganingiz bilan tabriklaymiz. Uzoq va benuqson ishlashi uchun uni qanday o'rnatish va sozlashni tezda ko'rsatib o'tamiz. Birinchi marta yoqishdan oldin xlodogen to'g'ri tarqalishi uchun sovutgichni 4 soatga o'chirilgan holatda qoldiring. Oldingi oyoqchalar yordamida uni albatta tekislang. Shundan so'ng rozetkaga ulang. Qulay LED displey yordamida Laretto sovutgichini boshqarish juda oson. Yuqori kameradagi haroratni sozlash uchun fridge, sovutish xonasi tugmasini bosing. Freezer, muzlatgich tugmasi esa pastki kamera uchun javob beradi. Biz aqlli rejimdan smart foydalanishni tavsiya qilamiz. Uni function tugmasi orqali tanlang va tanlovni OK tugmasi bilan tasdiqlang. Sovutgichning o'zi ideal parametrlarni o'rnatadi. Sovutish kamerasi uchun +4 gradus va muzlatish kamerasi uchun -18 gradus. Bu mahsulotlarni to'g'ri saqlash uchun eng maqbul sharoitlardir. Mahsulotlarni orqa devorga taqab qo'ymang. Sovuq havo aylanishi uchun joy qoldiring. Sabzavot va mevalarni pastki tortmada saqlang. U yerda namlik darajasini boshqarish juda qulay. Sovutgichni qo'lda muzdan tushirish shart emas. Bu yerda avtomatik muzdan tushirish tizimi ishlaydi. Tozalash uchun faqat yumshoq salfetka, iliq suv va neytral yuvish vositasidan foydalaning. Sizning Laretto muzlatgichingiz ishlashga va uzoq muddat sizga xizmat qilishga tayyor. Bizni tanlaganingiz uchun tashakkur. Like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va har kuni mahsulotlarimizning yangiliklaridan bahramand bo'ling.